O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Milliy gvardiya saflariga qo'shilayotgan yigitlarning vatanga qasamyod qabul qilish marosimi yurtimiz tinchligi va osoyishtaligini ta'minlash yo'lida muhim va sharafli qadamlardan biri sanaladi. Bugun 25-aprel kuni erta tongdan mamlakatimizning barcha hududlarida vatanga qasamyod qabul qilish marosimi yuksak ma'naviy ruhda va keng ko'lamda tashkil etildi. Tadbir davomida yosh harbiy xizmatchilar vatanga sadoqat bilan xizmat qilishga, xalq tinchligi va xavfsizligini himoya qilishga qasamyod qabul qildilar. Marosimda davlat madhiyasi yangrab, yurt bayrog'i baland ko'tarildi. Ishtirokchilar qalbida vatanparvarlik tuyg'ulari yanada mustahkamlandi. Vatan o'g'loni, o'zbek o'g'loni, xalqimning ishonchi, yurtning qo'rg'oni, vujudimda jo'shar ajdodlar qoni. Mazkur tadbirda ishtirok etgan keng jamoatchilik vakillari, harbiylar, ota-onalar hamda yosh va keksalar, yosh askarlarga ezgu tilaklar bildirishdi. Bu kabi marosimlar yosh avlod qalbida vatanga muhabbat, burch va mas'uliyat hissini yanada yuksaltirishga xizmat qiladi.